Nega universal yagona dasturlash tili yo'q? Chunki chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deyishadi. Kompyuter uchun dasturlar, masalan, agar kimdir Linux o'rnatib ko'rgan bo'lsa, u yerda 70% Python tilida yozilgan yoki faqatgina Windows bilan cheklanib qoladigan bo'lsangiz, C# tili ajoyib zo'r to'g'ri keladi. Demak, kompyuterlarga C# yoki Pythondan foydalanish mumkin ekan. Yoki bo'lmasam web dasturlarni inobatga oladigan bo'lsak, bu dasturlar oddiy saytlar bo'lishi mumkin yoki qiyin, masalan, Facebook, Instagram, uzun va shunga o'xshagan qiyin web dasturlar bo'lishi mumkin. Odatda 80% web dasturlar PHP tilida yoziladi. Ularning front-end qismi esa brauzer uchun yagona standart tili bo'lgan JavaScript tilida yoziladi. Androidga Java, Kotlin tillari bor, ikkalasi bir-biriga yaqin. Yoki bo'lmasam Swift tili iOS, ya'ni iPhonelar uchun juda ham mos keladi. Nima demoqchiman? Har bir tilning o'z o'rni bor. Shuning uchun ham dasturlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz qaysi tilni tanlashim kerak deb emas, qaysi turdagi dasturchi bo'lishingizni avval tushunib olishingiz kerak.